Necha kunda bitadi? Sploshniy polirovka. Bunga ikkita kalen qo'yiladi. Ham bu tarafini eshigini vakuumda chiqaramiz. Bunga ikkita kalen qo'yiladi. Kalenning yangi kalen orqasiga kraska sepiladi. O'r uchun chista 11-oy. Hozir ozgina puldan 400-500 ming so'mdan qochib. Yog'lamasa lekin mana shuni tushirib beradi mana. Bunga ikkita kalen so'rka qilib qo'yamiz. Necha kunda bitadi? Podkrenlik. Sploshniy polirovka. Eshiklarni o'zini bunga ikkita kalen qo'yiladi. Mana yozishni ko'rsatib o'tamiz. Ham bu tarafini eshigini vakuumda chiqaramiz. Mana qirchiqlari nimalarni ham polirovka qilib qo'yamiz. Endi bunga kraska olib kelamiz o'zinikidek. Üstüne polni eshiklar buni topshiramiz. Eldingi keyingi bufer qo'yiladi. Bunga ikkita kalen qo'yiladi. Kalenning yangi kalen orqasiga kraska sepiladi. Chirmaslik uchun. Bo'samasam zo'tiladi, men kirib ketgan, o'shani ham zo'tiladi. Chiqib vakuum. Birinchi sangi sotib o'tamiz sizlarga. Mana o'r uchun chista 11-oy. Oxiridan necha kunda bitganini ko'rsatamiz. Beribka, lekin berina. Oha. Berina 2 kat. Açtığımız. Yine rizinkası var, nasıl bakayım. Kökek. Bunu rizinkası. Kağanam yeri. Mana 2 kat. Bular 1 kat ekan. Bunu alıp xudo xolasa kalen qo'yamiz. Mana qaranglar do'stlar, mana bular kremlar tushirib ketgan. Buni tozadan qo'yamiz. Kraskalar. Buni vaqtida yog'lash kerak-da. Yog'lab shularni yog' bersa polnisti. Chirimaydi. Hozir ozgina puldan 400-500 ming so'mdan qochib. Yog'lamasa lekin mana shuni tushirib beradi mana. Ko'rib turibsizlar. Buni sploshlamashtirib bo'lmaydi. Deb kesib, chiroylatib qustiramiz. Iloji bo'lsa o'tkazasizlar. Vaqtında 4 eshikni kalenlarni shularni polni krem ishlarni yog' surtib, nigrolda ya moyildan sapib, chiroylatib, prizot bilan sapsab, prizotor bilan sapadigani bor spetsialniy. Shularga keladi polni. Shular yog' bo'lib turadi. Yog' bo'lgandan keyin changga bossa, keyin u sardorni qattiq qiladi, umuman suv keyin chirimaydi. Mana qaranglar do'stlar, mana polni oldingi bufetdan qo'ydik. Keyinlari nalari polni zo'tildi. Yana sulim yurtdi. Yana qaranglar, polni tiylarni ham mastika urildi. Krellar ham xudo xolasa chotki qo'shdi. Hammasi chotki bo'ldi. Yana bir mo'yga etib beradim buni keyin. Tiylar ham keyingi bufetdan yana tozadan bosildi. Tiylar ham antigravik sepildi. Endi buni ichidan yog' yoramiz. Bellara polni yog' yoramiz, чтобы indi safar zanglamaslik uchun. Chotki bo'ladi. Hozir dishani chiqarib ko'rsatamiz. Mana bu taraflar ham bo'ldi. Polni bellara vakuumda ishlandi. İçine yog' ham yoradilar. Mana tayyor mashina xudo xolasa 2 kunda. Xudo xolasa sizlarga bo'lsa asanlashdi. Mana belar ham girib yotadi, bu ham polni taqadi xudo xolasa. Mana yili oyi chisosi mana. 15-числа 11-oy kirganda 13-числа 11-oy edi.
2 kunda bo'ldi, xudo xolasa. Ertaroq ham bo'lsin deb bo'lsa mumkin edi. Faqat kraska ham qatishini kutdik. Mana shu bolaga girsang, Fonni. Taxlab berdi darrov. 48 da. Fon oldingi keyingi buffer hammasi shu edi. Ertaroq bitaradi, prosta kraska kursunda demin qo'ydik bir kun. Yine muhteşem içinde ekan, usta akala, vay oy. Bo'lsa shunday bo'lsa, Ana yine. Yine bola bo'lsa shunday bo'lsin. Yine. İşinin bo'lsa yine kalbasın üstüne göz koyup yiysen. Yine var. Kripul boshqacha o'laydi. Yo'q. Atasa rahmet dedi. 4 balonlam qaraytir benki usta. Молодец. Bola bo'lsa shunday bo'lsin. Polni splashni podrovkasi qoldi. Endi uni kraskasi ko'rgandan keyin bir haftadan keyin qilamiz. Ungacha kraskasi zo'r ko'riydi. Xudo xohlasa.